Erkeklar ovozli bersa bo'ladi, ayollar gruppa yozsa ham bo'ladi. Bismillah. Savollar qismida. Savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Birinchi savolni o'zim bera qolay, domla, mayli, ruxsat bersangiz. Mayli, albatta. Hop, bir yil oldin bir ukamiz olamdan o'tib qoluvdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Mana shu mart oyi shekilli, yanglishmasam, hozir mana bir yil bo'ldi. Hop, bu 4 yetim bolalari qolgan. Hozir ayollari mana shu Ramazonda iftorlik qilib beraman dedilar. Men endi qilishga ruxsat bermadim. Endi anaqa hamma xarajatni o'rtoqlari olib qilayin bo'lishyapti. Shunga borib ularning uyida ovqat yeyish qanaqa bo'lsa? Bismillahirrohmanirrohim. Beva qolgan ayol agar o'zining mol mulkidan, o'zining pulidan iftorlik qilib beradigan bo'lsa, savobi, ajri erimga borsin deb, yoki bo'lmasam boshqa yor do'st dugonalari, qarindoshlari pul tashlab eringning nomidan iftorlik qilib bergin deb unga pul beradigan bo'lsalar, shar'an joiz. Lekin hali meros taqsimlanmagan yoki bo'lmasam yetimlarning moli aralashgan holatda yoki o'zlari muhtoj bo'lib turganda, boquvchisi yo'q, moddiy imkoni yo'q, bechora otadan ham bir oilani moddiy nafaqasini qoplay oladigan bir daromad qolmagan holatda bo'lsa, endi bunaqangi holatda bu iftorlik joiz bo'lmaydi. Chunki yetimning haqqini yeyish joiz emas. Yoki savob ishni qilaman deb o'zini mashaqqatga solish, o'zini musibatga solish, qarz havolaga solish ham shar'an joiz emas. Darul mafasidi awla min jalbil masalih deb ulamolarimiz butun oyat hadislardan chiqargan mana shu qoidalariga binoan. Lekin yuqorida aytganimizdek joiz holatda bo'ladigan bo'lsa, Ramazon oyida iftorlik yoki saharlik qilib berib, savobi, ajridan umid qilib vafot qilgan erlari yoki boshqa bir kishi otasi, onasi tomonidan ularning nomiga bag'ishlaydigan bo'lsa, shar'an joiz. Ulamolar butun mazhablarni ittifoq qilganlar, moddiy bo'lgan bir ihsonning savobi bag'ishlanishi joizdir deyshadi. Vallohu a'lam bis-savob. Keyin ikkinchi anaqa ba'zi birlar iftorlikni faqat kambag'allar yeyish kerak deyishadi. Xo'p. Shu anaqaga. Bismillah. Azlar iftorlikni shunday umumiy mutlaq ihson bo'lgan iftorlikni albatta boy yoki kambag'al farqi yo'q, hammasi yeyishi joiz. Lekin nazr bo'ladigan bo'lsa, unda hukmi boshqa. Nazr bo'ladigan bo'lsa hukmi boshqa. Yoki kambag'allargagina qilaman deb turib, kambag'allarnigina chaqiraman deb turib, boylarga qilib berish bu to'g'ri emas. Dasturxonlarning ichida eng yomoni faqat boylardangina iborat bo'lgan, shuni bilish kerak. Shuning uchun agar ihson qiladigan bo'lsa, mutlaq ihson bo'ladigan bo'lsa, boy, kambag'al, o'rtahol aralash bo'lsa bo'laveradi, joiz. Va ihson bu iftorni qilayotganda silay rahim bo'lgan yoki yetim bo'lgan yoki muhtoj bo'lgan insonlar qilinsa, silay rahim bo'lsa, yetim bo'lsa ham yetimga yaxshilik qilish hamda iftorning ajri. Silay rahim bo'ladigan bo'lsa, ham silay qarindoshi bo'ladigan bo'lsa, ham silay rahimning ajri mukofoti hamda iftorning mukofoti. Yoki musofir talib ilm bo'ladigan bo'lsa, ham musofirlik, ham Allohning yo'lida yurganlik, ham ilm talabida yurganlik hamda iftorning mukofoti va hokazo ajr mukofoti ko'p bo'laveradi. Allohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisiz? Allohga hamd bersin. Allah razı olsun sizdan. Amin. Shifo bersin. Amin. Va savolim, faqirlik bilan miskinlikni farqi, darajasi. Endi hozir bu yerda ko'proq amerikaliklar ishlayapti. Amerikada faqirlik bilan miskinlikni qanday ajratib olsak bo'ladi? Shu zakotni berilayotganda zakot beradigan akalarimiz, ukalarimiz bor, inshaalloh qarab turibdi. O'sha diyorlarda beriladimi zakot yoki o'zini vatandagi boshqa joylarga ham qilsa bo'ladimi zakotni?
Maşallah. To'g'risida. Hop, azizlar, o'zi Alloh rozi bo'lsin Zafar akamlardan. Bizni oldimizda Ramazonga tegishli bo'lgan juda muhim masalalar bor. Biri Ramazonni kutib olish, ikkinchisi zakot darsi, uchinchisi Ramazonni qanday o'tkazish, to'rtinchisi e'tikof va tarovihga oid bo'lgan hukmlar, masalalar bo'ladi. Biz bu haqida Qur'on TV, Azon TVga ko'rsatuvlar qilgan ekanmiz. Yigitlarimiz menga tashlab qo'yishdi. O'sha Azon TVning emblemadan, Qur'on TV emblemalarini chiqarishgan ekan. Bu narsa bizdan ko'proq, to'liqroq vaqt oladigan narsada, yoki xohlasa tayyor buni maqola yoki kitob yozib qo'yganmiz. O'shani ham tashlab beraman. Darslarni ham tashlab qo'yaman inshaalloh navbati bilan. Zakot masalasida birinchi holat zakot vojib bo'ladigan inson. O'suvchi mollari, oltin, kumush, elektron yoki hisob raqamidagi pullar, aksiyalari, sotaman deb olgan tovarlari va pulni band qilib olgan tovarlari, mol, qo'y va hokazo, uni shartlari ma'lum. Shulari zakot nisobiga yetadigan bo'lsa, bu insonga zakot berish vojib. Zakot berish vojib degani unga zakot, u odam zakot berish ham farz, qurbonlik qilish ham vojib. Endi bu insonga zakot berilsa zakot ado bo'lmaydi degani. Ikkinchi holat, o'smaydigan moli nisobga yetadigan bo'lsa, unga zakot berish vojib emas. Unga qurbonlik vojib bo'ladi. Yuqorida zakot vojib edi, qurbonlik vojib edi. Endi bunda qurbonlikning o'zi vojib bo'ladi, lekin yuqoridagi insonga o'xshab bu insonga ham zakot berish harom bo'ladi. Zakot ola olmaydi. Mana shu bizdagi eng katta xato azizlar. Aka zakot chiqaryapsizmi bo'yli? Ha, bu yil zakot chiqara olmadim, qodir emas ekanman zakotga. Desa, bo'pti, men zakotim bor edi, opa deydi, aka deydi, uka deydi. Zakotingiz ado bo'lmaydi. O'smaydigan moli nisobga yetyapti bu insonning. Agarchi akangiz yoki ukangiz bo'lsa ham, qarindoshingiz bo'lsa ham. Qarang, o'smaydigan mol nima desa, o'smaydigan mol insonning ehtiyojidan tashqari bo'lgan mollar. Bir. Va aytaylik, uy 6 xonalik uyi bor. U inson bitta xonasida o'g'li, bitta er-xotin, spalnisi bitta xona o'g'illarini, spalnisi bitta xona qizlarini, spalnisi xonasi, bitta xona mehmondagi. 4 ta bo'ldi. Qolgan 2 ta xonani puli qancha? Bu insonga 10 ta zakot, 5 ta zakot hisobini puli bo'ladi. Bu odam zakot olishi joiz emas. Hojati asliyasidan tashqari turibdi. Yer olib qo'ygan nabiramga yoki o'g'limga deb, yoki bo'lmasa kvartira olib qo'ygan yoki bo'lmasa katlavandan namastroyga yangi qurish kirib qo'ygan. Bu odamga zakot vojib, bu odamga zakot olish joiz bo'lmaydi. Bu odamga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Va yana men oddiy kiyimlarimiz bor, ayniqsa brend, qimmat kiyimlar bor. Inson, shariatimiz 2 ta mavsum tan oladi. Bahor, kuz, yoz, qish degan narsa yo'q. Issiq va sovuq. Bir mavsumda 3 sidra, ikkinchi mavsumda 3 sidra bo'lgan kiyimdan tashqarisi hojat asliga kiradi. O'shani o'zi bilan insonlarga qurbonlik vojib bo'lib qolyapti. Zakot olish harom bo'lib qolyapti. Nima hozir mehmonxonadamiz, musofirchilik. Har bitta uyda mehmonxonada katta monitor turadi. Kimdadir 500, kimdadir 1500 dollarlik televizorni qo'yib hojat asliga kirmaydi u narsa. Va suvenir hojat asliga kirmaydi. Ortiqcha idish tovoqlar yoki yasatish uchun qo'yib qo'yilgan narsalar, mana parda bormi? Ko'ryapsizlar parda? Quyoshdan to'sadigan mana parda bor. Quyoshdan to'sadigan oq parda bor. Ehtiyot mana hojat asliga. Va qimmat baho qilib suvenirga osib qo'yilgan taqinchoqlar turadi shu yerda. U ishlatilmaydi. Pardalik vazifasini mutlaqo bajarmaydi. Shunday qilib osib qo'yilgan. Bu hojat asliga kirmaydi. Hojat asliga kirmaydi. Balki zoid molga kiradi. Undan zakot chiqmasa ham qurbonlik chiqadi. Bunaqa insonga zakot berib bo'lmaydi. Tushunarlimi azizlar? Endi 3-toifa bor, faqir. Faqir kim desa, unda o'suvchi mollari ham nisobga bormayapti. O'smovchi mollari ham nisobga bormayapti. Ya'ni hojati asliyadan tashqari bo'lgan narsa yo'q, bor. U insonning aytaylik 500 dollar puli bor, telefoni bor, 20 ta 30 ta kitobi bor. Talib ilm misolida yoki bo'lmasa oddiy inson sifatida o'rta miyada kambag'al yashayapti.
o'saydigan, o'smaydigan mollarini hisoblasa zakot nisobiga yetmayapti. Yoki u insonda aytaylik, qo'lda 100 ming dollar puli bor. Butun o'sadigan molni hisob 100 ming dollarga kelyapti, lekin ko'chadan 200 ming dollar qarzi bor uni. 200 ming dollar berish kerak. U 100 ming dollardan 200 mingni ayirsa minus 100 mingda chiqadi bu inson. Tushunarlimi? Boringki, o'sadigan nisob ham yo'q, o'smaydigan nisob ham yo'q. Bu insonga zakot berish joiz. 4-inchisi, hech narsasi yo'q. Hech vaqosi yo'q. Men bunaqangi insonlarni Hindistonda o'qiyotganimni ko'rganman. Ustida titilib ketgan, yirtilib ketgan kiyimidan boshqa hech narsasi yo'q. Mana u miskin. Mana miskin. Faqirga miskin, faqirni tushundik-a? Lekin faqir bir kuni yeydigan, ichadigan narsasi bor. Endi faqirga zakot olish joiz bo'ladi, qurbonlik vojib bo'lmaydi, lekin unga bir narsa harom bo'ladi. U insonga bir narsa harom bo'ladi. U ham bo'lsa nima? Tilanchilik qilish harom bo'ladi. Qorni to'yg'izadigan taomi bor-da, ozmi ko'pmi puli bor-da, yoki uyida yeydigan, ichadigan narsalari bor. Bunaqangi insonga tilanchilik qilish harom bo'ladi. Birovdan narsa so'rash harom bo'ladi. O'shanga ulamolarimiz, ustozlarimiz bekorga aytishmadi, "Ey, svetoforda turgan gadoyga berma. U harom ish qilyapti. Sen uni haromiga sherik bo'lib qolma. Ta'awanu 'alal birri vat taqwa va la ta'awanu 'alal ithmi val 'udwan." Gunohda, dushmanlikda, yomonlikda, insonlarda bu gunoh ishlariga sherik bo'lib yordam bermang degan. 4-inchisi miskin, hech narsasi yo'q. Hattoki bir kunlik yeyadigan narsasi ham yo'q. Bu insonga bir kunlik tilanchilik qilishga ruxsat beriladi. Odamlardan narsa so'rashga ruxsat beriladi. Endi zakot kimlarga beriladi? Alloh subhanahu va taolo ularning vasflarini, kimlarga berilishini birma-bir zikr qilib o'tgan. Albatta silay rahmdan, ya'ni qarindosh urug'dan berish afzal. Berish fazilatli. Berish ham silay rahmning ajrini olasiz, ham unga zakot berganning ajrini olasiz. Xuddi shunga o'xshab yetimlarda yoki Allohning yo'lida yurganlarda. Faqat Imom Rabboniy rahmatulloh alayhi aytadilarki, faqirga, muhtojga berilgan bir sadaqaga bir savob berilsa, Alloh yo'lidagi tolibi ilmga berilganga 1000, bir ihsoniga 1000 ajr beradi. Chunki bu insonning qorni to'yadigan bo'lsa, bu insonning o'ziga yordam bergan bo'lsangiz, tolibi ilmga bo'lsa, siz ham tolibi ilmga, shaxsga bergan bo'lasiz, muhtojga. Hamda to'g'ridan to'g'ri Alloh taoloning diniga yordam bergan bo'lasiz. Agar u tolibi ilm musofir bo'ladigan bo'lsa, musofirga yordam bergan ajri ham bo'ladi. Ba'zan ularning ichida muhtoji, qarzdori bo'ladi. Nur ala nur, ya'ni savob ustiga savob, ajr ustiga ajr ketaveradi. Hatto ulamolarimiz aytishadiki, tolibi ilm qo'lida puli bor. Va u puli bo'lib turib, imkoni bo'lib turib, unga zakot berilsa olish joiz. Nimaga aytsa, u puli 6 oyga yetadi, xolos, 8 oyga yetadi, xolos. Ilm bo'lsa 8 yil, 9 yil, 10 yil o'qiladi. Alloh rahmat qilsin, Hazrat aytar ekanlar, tolibi ilmning ruchkasi derkanlar. Tolibi ruchka tillodan bo'lsa ham unga joiz deyshar ekan, unga berish kerak deyshar ekan. Alloh alam. Endi zakot berish joiz bo'lmagan birinchisi, nisob, o'suvchi moldan nisob bo'lgan, unga zakot berib bo'lmaydi. O'smaydigan moldan nisob bo'lgan, unga zakot berib bo'lmaydi. Va nafaqasi sizning zimmangizda bo'lgan ayolingiz, otangiz, onangiz, farzandingiz, nabirangiz va hokazolar. Ularga zakot berib bo'lmaydi, lekin bu qisqa vaqtda bunga to'liq qamrovlicha javob berishimiz qiyin. Zakot degan alohida bir to'liq o'sha darslarimiz bor edi. Inshaalloh taala kanalga o'tsalaring, birma berib boramiz yoki balkim Zafar akamga, Alisher akam tashlab qo'yaman inshaalloh. Sizlarga guruhga tashlab turishadi. Jazakumulloh xayral jazo. Marhamat, boshqa savol bo'lsa. To'g'ri, yana zakot to'g'risida ba'zi bir birodarlarimiz afsuski hozir juda ko'payib ketishgan, qarz olishadi 1-2 oygada, lekin yillab yotadi, pul berishmaydi. Ana o'sha puldan ham zakot beriladimi? Ha, yashang. Azlar, zakot masalasida qarz 3 qismga bo'linadi. Kuchli, o'rta va zaif. Bir kishi sizdan qarz oldi yoki bir kishi sizdan bir narsani
qarzga sotib oldi. Biri dayin, birini qarz edi. Xo'p, bular kuchli va o'rtaga kiradi. Undan zakot beriladi. Faqat zakot berishning ikkita shakli bor. Odam sizdan pul olib beraman deyapti-da, zakotini berasiz. Faqat shariatimiz aytadiki, sizga yengillik sifatida bir kishidan seni 40 ming dollar bir kishida puling bor. Hozir sen zakot berishga naqd puling yo'q yoki zakot berishga moddiy sharoitlar bilan tanglik bor. Aytadiki, o'sha 40 ming dollar zakotini pulni olganingda chiqargin deydi. Misol uchun 4 yildan keyin berdi yoki 5 yildan keyin zakotini o'shanda berasiz. Bir domlamiz keldilar, domla deyishdi, bizda hozir shaharda shunaqa masalada ixtilof bo'lib qoldi. Nimaga aytsa, bir kishida qarzi bo'ladigan bo'lsa, qarzini olganda zakotni beradi, o'sha yilnikini beradi deyapti. Yo'q, unaqa emas. 5 yildan keyin bergan bo'lsa, 5 yilligini hisoblab beradi. Birinchi yilga 40 mingdan birini, ikkinchi yilga 39 mingdan 40 mingdan 2,5%, ikkinchi yilga 39 mingdan 2,5%, uchinchi yilga 38 mingdan. O'sha qolgandan 2,5% shuna qilib hisoblab chiqarib beradi deb tushuntirdim. Shundoq ekan, qarzi kuchlimi yoki o'rtami zakotini beradi yoki bo'lmasam to o'sha pul unguncha zakotini bermay turishga shariatimiz ruxsat beradi. U inson beraman deb oxiri bermasdan o'tib ketdi. Zakoti ham nima bo'ladi? Bermasligiga pul asli yo'q bo'lgandan keyin zakot ham soqit bo'lishi mumkin. Vallohu alam bis-savob. Marhamat. Ayollarimiz yozishgan ekan. Xo'p, biladi. O'zida o'qishmizmi yo ana? Mayli. Xo'p. Ustoz, shu iftorlikka ketadigan pulni muhtojga berilsa, iftorlik o'rniga o'tadimi? Ya'ni iftorlik savobini oladimi? Albatta. Bizni ulamolarimiz ihsonda o'sha ihson bo'lgan narsani bergan afzalmi yoki pulni bergan afzalmi desa, pulni zakot masalasida pulni bergan afzal deyiladi. Chunki anfa'ul fuqaro, faqirlarga eng manfaatli bo'lgani shu deyiladi. Iftorlik qilishda ham xuddi shundoq, pulni beradigan bo'lsangiz, berayotgan pulingiz unga foydaliroq. Qanaqasiz? Uyingizga mastava, sho'rba yoki turk ovqatlari bilan chaqiryapsiz. Ba'zi insonlarga u narsa bilan ko'rganda ko'p pulini berib, aka o'zingiz xohlagan narsaga iftorlik qiling, o'zingiz xohlagan narsani olib yeng deb pul beradigan bo'lsangiz, albatta ajr mukofoti bo'ladi, hatto ziyoda ham bo'ladi. Vallohu alam bis-savob. Xo'p, keyingi savol. Mulk uchun olingan, ijaraga berilgan do'konlardan ham zakot hisoblashda do'kon o'zini hisoblanadimi yoki ijara pulini o'zini hisoblanadi? Allohu akbar, barakallohu fikum. Qarang, ba'zi ayollarimizdan erkaklar so'ramaydigan zo'r savollar chiqadi. Jazakumulloh xayr. Qaranglar. Azlar. Stanokdan ishlab chiqarishga aralashadigan narsadan zakot berilmaydi. Furachilar. Furaga berib qo'ygan, ijaraga berib qo'ygan furangizdan zakot chiqarmaysiz. Mol boqadiganlar, qo'y boqadiganlar zakot chiqarmaydi, lekin sotaman deb olgan bo'lsangiz chiqarmaysiz. Uyni ijaraga beraman deb olib ijaraga berib qo'ygansiz. Do'konni ijaraga beraman deb olib ijaraga berib qo'ygansiz. Endi bu yerda o'sha do'kon, o'sha uy stanok vazifasini bajaryapti. Undan zakot chiqmaydi. Bir mana shu masalada ko'p talib ilm, ahli ilm do'stlarimiz bilan ilmiy bahs bo'ldi. Nimaga desangiz, zakot beriladi deb kelishgan ekanda, yo'q, zakot bermaydi. Misol uchun bir odam 400 ming dollarga do'kon olgan, do'konda arendaga berib qo'ygan, arendasiga oyiga 5 ming dollardan arenda olar ekan, 400 ming dollardan ham zakot chiqarasiz ekan. Yo'q, unaqa emas. Agar o'sha do'konni sotaman deb yoki pulni band qilaman deb olib qo'yganda boshqa gap edi. Lekin arenda uchunmi? Bu berayotgan 5 ming dollari dan zakot berasiz. Tushunardiki? Vallohu alam bis-savob. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barakat tuzumsiz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Amin, rahmat. Boya zakot masalasi bo'yicha Alshir ukamizni savoliga ozgincha qo'shimcha qilmoqchi edim. Shu bir necha yildan burun shu zakotimizni endi shu yana men tadbiram anaqa bolalarga aytaman, shu zakotlarni shu palonchaga beriladi. Masalan, bir qora akamiz bor, u kishini misol uchun shogirdlari bor.
Masalan, olimni qalami oltin bo'lsa ham zakot vojib bo'ladi degan gap endi qanchalik anaqa shuni eshitganmiz. U kishi ham endi o'ziga olmaydi, shu ahli ilmlarga, nimalarga ishlatiladi-da, masalan, talab ilmlarga. Shu joiz bo'ladimi? Masalan, bu bir kishi misol uchun palonchaga ber zakotini deydi-da, endi menga o'zimga aytishadi. Lekin palonchani to'g'ri, kambag'alroq, lekin oilasi uncha ham nima desam ekan, ibodatda emas. Lekin bu qoraka afzalroq bo'ladimi shunda? Barakallohu fikum. Tushunarli ekan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, hozir men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam o'zim shu yo'lda talab ilm o'qitayotganim uchun yoki talabalarim bo'lgani uchun aytmayapman. Allohga hamdlar bo'lsin. Yaxshigina tijoratlarim bor, konsalting firmalarim bor. Shu ayni shu kunlarda hozir factoring deydi-ku, factoring, ya'ni fura. Sizlar tushunadigan masala, ya'ni sharhlashimga hojat. Factoringda moliyalashtirishni qanday halol qiladi degan savol kelganda shuni ustida ishlayapman. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu tomondan juda ham yaxshi daromad topaman. Tolibi ilmlarga zakotlaringni beringlar deyishga meni ehtiyojim yo'q. Faqat bir narsani aytishim kerak. Savol so'raldimi? Allohning oldida javob bera olish uchun Hazrat Imom Malik rahmatullohi alayh o'zimni Allohning huzurida deb bilib yoki o'zimni jannat va jahannamning o'rtasida deb bilib javob beraman degan ekanlar. I'lamul muwaqqi'in, boshqa nomi A'lamul muwaqqi'in an robbil alamin. Ikkala sayb to'g'ri degan. Ya'ni bir savol so'ralsa unga javob berish, azizlar shu ishni qilishingiz joizdir degandan keyin muhrni bosasiz, tagiga imzoni qo'yasiz. Fatvo usulida shu narsa bor. Endi bizning diyorda fatvo hay'at alhamda shundoq qilish, zikrdan ahdan so'rash shundoq qilish, faqat so'zli javob berish bilan kifoyalanmasdan, bu degan Allohning nomidan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomidan javob berdim deganida, azizlar, ustozimiz Muhammad Avomi hazratlari, ustozimiz Muhammad Taqiy Usmoniy hazratlari, ustozimiz Arshad al-Madaniy hazratlari, biz bilgan, tanigan dunyoda ilmning ustuni bo'lib turgan zotlar aytishadiki, bugungi kunimizda deyshadi, tolibi ilmlarga homiylik qilish faqat zakotingni emas, hattoki ularga xuddi farzandligini o'qitayotgandek begona bo'lgan bir iste'dodli bo'lgan talabani o'qitishing lozim, kunning vojibi deyshadi. Bizning shahrimizda deyshadi Hazrat Avomi, bizning shahrimizda, bizning vaqtimizda bo'lgan bo'lsa aholi 25 ming edi. Va u yerda 250 nafar alloma bor edi. Va 500 nafar imomlik qiladigan, dars beradigan ilmda o'rta miyona ulamolar bor. Toliblar hisoblamayapman. Hozir u shahrimiz 25 ming emas, 250 ming bo'ldi. 500 ming bo'ldi. Xo'p, misol tariqasida 250 ming deylik, Halab shahri undan ancha katta-ku, 250 ming bo'ldi. Xo'p, bu nima deydi? 250 emas, 2500 ta zabardast olim kerak. Bu musulmonlarning iymonini, din diyonatini yetkazish uchun 5000 ta imom kerak. Vaholanki musulmonlarning soni, musulmonlarning aholining soni oshib boryapti, ulamolar, ahli ilmlar, jayyid, zabardast olimlar kamayib boryapti, yo'qolib boryapti. Tasavvur qila olasizmi, Qo'qon degan shaharda 5000 tagina aholi bo'lgan, 125 ta madrasa bo'lgan. Hozir 250 ming aholisi bor, bitta madrasasi yo'q. 10 ta, 12 ta masjidi bor. Tasavvur qila olasizmi? Samarqandda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining huzurlariga, Buxoroda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining huzurlariga 90 ming ta talab ilm kelgan. Samarqand aholisi 5 mingga bormagan o'shanda. 90 ming talab ilmni mayli o'sha 3 mingga, mayli 5 mingga Samarqanddan qo'shilgan bo'lsin, 85 ming talibi ilm butun dunyodan kelgan. Ularning nafaqasiga otasi u paytda Western Union jo'natmagan. U paytda ular yo'llar oson bo'lgan, metroga o'tirib, poyezdga o'tirib, samolyotga o'tirib kelmagan, yonda pul ko'tarib kela olmagan. Ular ishonch bilan kelgan, Samarqand ahli bizni och qo'ymaydi deb. Samarqand ahli bizni och qo'ymaydi deb. 100 mingdan ziyod ahli ilm, tolibi ilm, allomalar dafn qilingan Chakardeza degan qabristonda. Ismi ham Muhammad, otasining ismi ham Muhammad bo'lgan Muhammadiylar qabriston 400 dan ziyod bo'lgan. Mana 10 kun oldin o'sha Samarqandga Chakardezaga borib,
Imom Burxoniddin Marg'inonning qabrlarini axtarib uyma-uy kirdik. Allohga hamdlar bo'lsin, katta ehtimol bilan topdik. Burxoniddin Marg'inoniyni ko'mishmagan. Burxoniddin Marg'inoniy, u kishi kim desangiz, zamonasining imomi azami. Imomi azam. Nima deyishgan? Bu kishining ismi Muhammad emas ekan deyishgan. Ostonaga ko'mishgan. Chakardizandagi Muhammadiylar qabristonining ostonasiga 60-70 metr nariga ko'mishgan. Nimaga? Samarqand ahli tijorat markazi bo'lgan. Buxoro ahli tijoratda bo'lib, o'sha yerlar Ipak yo'lining markazi bo'lgan. Ular shunaqangi katta pul topib, shunaqangi katta to'ylar qilmaganda akalar. Ular faqat zakotimi talib ilmga beraymi yoki bermaymi demasdan topganining 10dan birini, 5dan birini ilm yo'lda sarflaganda. Burxon Imom Buxoriyning orqasidan 90 ming talib ilm kelyapti. Birortasini och qo'ymagan. Minglab ahli ilmlar kelyapti Samarqandga. Birortasini och qo'ymagan. Yoki Buxoroga minglab ahli ilmlar kelyapti. Har bittasini moddiy jihatdan ta'minlab qo'ygan. Nima bo'ldi? Biz musulmon o'zbeklar sifatida qarang, har bitta millatni Alloh taolo unga bir xususiyatni bergan. Hindiston ahliga misol uchun Alloh taolo shifokorlikni bergan. Yunoniy shifokorlik bor, keyin ayurvedik bor, keyin tabiiy shifokorlik bor. Hattoki hozirgi kunda ham shifokorlarning eng zo'ri Hindistonda. Bu yerga boradigan bo'lsangiz ham namaste deb chiqib keladi Hindistonda shifokor, Amerikada ham yoki Germaniyada ham boshqa joyda ham. Davolangan Germaniyaga borishyapti, ichkaridan Hindistonlik doktor namaste deb chiqib kelyapti. Nimaga? Alloh ularga shifokorlikni talantini bergan. Nemislarga bo'lsa, muhandislik talantini bergan. Nemisning mashinasi xotirjam minyapmiz, dunyoning eng zo'r mashinasini chiqaryapti-ku. Yoki biz turklarga jangovorlikning talantini bergan. Qayerga borsa jangga kiradigan bo'lsa, jigarimiz o'g'irib kelyapti. Hozirgi kunda ham mana Ozarbayjonda ham o'shalar oldi, o'shalarning quvvati bilan yoki bo'lmasa mana Suriyada o'sha mana badbaxt mutaassiblarni qo'li qonga botganlarni ko'tiga tepib haydadi. Hatto Libiyada ham, Qatarda ham 500 ta soldatni olib borib tashadi. Qatarda bo'layotgan to'ntarish o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi. 500 ta soldatni olib borib tashadi. 2,5 soatda harbiy samolyotda. Alloh o'shalarga o'sha talantni bergan. Biz O'rta Osiyo ahligachi Alloh taolo bizga nima talantni bergan? Savol sizlarga, nima talantni bergan? Alloh taolo ilm degan talantni bergan. Bizni xalqimiz, bizni millatimiz ilm yo'ldan yurardi. Insonlar farzandni ilm yo'liga berardi. Ular ilm o'qirdi. Xoh u shifokorlik, xoh u tabobat bo'lsin, Ibn Sino, Nafisi, Buxoriy degan minglab tabiblarimiz bor, biz bilmaymiz xolos. Yoki minglab muhaddislarimiz bor. Ismi Muhammad, otasining ismi Muhammad bo'lgan 400 ta imom yotibdi Samarqandda, 400 ta. Agar shunaqangi zotdan bittasi Turkiyada bo'lganda edi, dunyoga doston qilardi. Bittasi aytaylik, misol uchun Iroqda bo'lganda edi, butun dunyoni turizmini qilardi, falonchini qabri shetda deb. Unaqangidan biz 400 ta bo'lgan Muhammadiylar qabristonida. Fuqaholarni, subhanalloh, ustoz Muhammad Avoma hazrati har bitta toshning tagida kamida bitta imomning mozori bor deyshadi. Sahoba degan qabristonga bordik. Bugun aytdim, so'zim boshi sahoba Navqotda. Bir sahoba dafn qilingan ekanlar, sahobaga nisbat qilinar ekan. Va u yerda o'sha hozir qabriston ochtir ekan. Kovlasak bir imomning qabri tosh chiqyapti. Kovlasak chiqyapti. Hozirgacha bor deydi. 3 ta xonaga kirdik, terib tashashgan toshlarni. Imom, qozi, alloma, muhis sunna. Allohu akbar. Alloh taolo bizga shu talantni berganda, badbaxt o'ris kelib nima qildi? Bizni ilmdan mahrum qildi. Bizni programmamiz Alloh taolo tomonidan o'rnatilgan bu miyamizdagi programma ilm uchun o'rnatilgandi. Ilm uchun moslashilgan. Nima qildi? Sizlar paxta ekishlaring kerak, sizlar paxtakorsizlar, sizlar paxta dedi. Shunaqangi xor bo'lib ketdikki, azizlar, paxtaning orqasidan. Shunaqangi xor bo'lib ketdikki, ayollarimiz Turkiyaga kelib erkaklarning ko'tini yo'yapti. Ayollarimiz svetoforga chiqib mardikorlik qilyapti. Ayollarimiz Rossiyaga borib, erkaklar aytmayapmanmi? Ayollarimiz Rossiyaga borib, Qozog'istonga borib, mana Qirg'izistonga chiqib mardikorlik qilyapti. Bittagina narsa o'zgargan xolos. Ilm yo'lidan yuradigan, Alloh taolo ilm yo'lidan yursang butun dunyoga ustozlik qilasan deb bizga shu iste'dodni bergan millatni badbaxt o'ris paxta ekkin dedi. Bitta narsa o'zgarib shu darajada xor bo'ldik.
Biz hozir o'tirib zakotini beraymi, bermaymi deb bahslashyapmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. O'tgan yili 200 ta talabani birinchi sinfga qabul qilgandim. 200 ta talabani. Bu yil 40 ta talabani qabul qildim, o'shandan 30 tasi qoldi xolos. Nimaga? $850 iqoma olishga qodir bo'lmasdan tashlab ketdi bechora bolalar. $850 ekan iqomasi kela olmadi. Ularning ichida qancha talentlari bor edi? Qancha iste'dodlari bor edi? Biz bu yerda hozir o'tirib zakot berish vojibmi, vojib talib ilmga beraylikmi, bermaylikmi deyapmiz. Ko'ryapsizlarmi? Biz zakotimizni emas, akalar, topganimizni 5 dan birini, 10 dan birini ahli ilmlarga, talib ilmlarga berib Imom Buxoriyni chiqarganmiz. Imom Termiziyni chiqarganmiz. Imom Burxondan Marg'ononi chiqarganmiz. Imom Moturudiyni, Shoh Naqshbandiy zotlarini chiqarganmiz. Aholisi 3000 bo'lgan Samarqandga 90 mingta talib ilmni olib kelib, nafaqa bilan o'shalarni boqib, birortasini och qo'ymaganmiz. 110 ming talib ilm Imom Buxoriyning orqalaridan Buxoriy kelganda birortasi och qolmagan. Ular bergan, Alloh beravergan ularga. Ular Alloh yo'lida sarflagan, Alloh taolo ularga yog'diravergan. Lekin Samarqand ahlida hali ham o'sha, Qo'qon ahlida hali ham o'sha, Buxoro ahlida hali ham o'sha pulni zo'r topish talanti bor. Alloh taolo nimaga Samarqandga pulni zo'r topish talantini bergan? Nimaga Buxoro ahliga, nimaga Qo'qon ahliga, nimaga Toshkent ahliga Alloh taolo pulni shunaqangi zo'r topish talantini bergan? Chunki ularning zimmasida imomning, allomaning, ulamolarning orqasidan keladigan minglab talabalarni ta'minlash bor edi. Minglab talabalarni o'qitish bor edi. Minglab talabalarni olim qilib yetkazish bor edi. Biror bir talaba xoruzor, och nahor qolmasligi uchun Alloh taolo bu shahar ahliga shu iste'dodni berib qo'ygandi. Nimaga sarflayapmiz? To'yga sarflayapmiz. Orzu havasga sarflayapmiz. Kim chiroyli uy qurishga, kim chiroyli nima qilishga sarflayapmiz. Yoqubjon ustozim aytadilar, o'zimizning bir hoji akamiz bilan Dubayga bordi. Aytdilar, hoji aka, qora aka ketdim, Dubayga olib ketaman sizni. Birga boramiz. U kishi uyini remont qilgan ekan, bo'yab chiroyli qilib, perestroyka qilgan ekan. Uyini jihozi uchun bitta konteynerda uy jihozi oldi deydi Dubayda. Hammasini. Men bo'lsam doimgidek kitob oldim deydi. Shunaqangi zo'r kitob chiqib qoldi, pulim tugaganda. $400 kitob. U inson ko'rib turibdi. Hali kitobni ola olmaganini bilib turibdi. Qora aka, pulim yo'q edi, pulim tugab qoldi-da dedi. 40 tonnalik konteynerga shunchaki uyga jihoz qilgan odam. Biz shu darajada virus bosib ketgan miyamizni. Shu darajada badbaxt o'ris bizim miyamizni virus bostirib ketgan. Biz bo'lsa bu yerda zakot talib ilmga berishimiz vojibmi, vojib emasmi deymiz. Imom Rabboniy Mujaddal Fason 1000 yillikning imomi. 300 yil oldin yashab ketganlar. Talib ilmga berganingga Alloh 1000 ajr beradi. Faqir fuqaroga bersang 1 ajr beradi deyaptilar. Alloh alam bisob. Shuning uchun azizlar, biz o'zligimizga qaytish kerak. Biz o'zligimizga qaytishimiz kerak. Bundan boshqa ilojimiz yo'q. Hozir mana ayollarimiz, kechirasizlar, bu ayollarimiz Turkiyaga yoki Rossiyaga, Qozoq, Qirg'iz, boshqa ham chiqib mardikorlik qilishyapti-ku. Kasal qarashyapti, o'qilishyapti-ku. Agar biz hozir o'zligimizga qayta olmasak, ilmga qaytmasak, moddiy imkoni borlar ilmga pulimizni tikmasak, faqat o'zini farzandini aytmayapman. Faqat o'zini 2 o'g'li yoki 3 o'g'li yoki 2 qizni aytmayapman. Bilib qo'yinglar, hozirgi holatimiz holva bo'lib qoladi. Hozirgi holatimiz g'animat bo'lib qoladi. O'zini o'ylab ko'ringlar, nimaga Alloh subhanahu va taolo aytaylik, Jizzax ahlini, Surxondaryo ahlini yoki Termiz ahlini yoki Xiva ahlini emas, aynan Samarqand ahlini shunaqangi boy qilib qo'ygan. Buxoro ahlini shunaqangi boy qilib qo'ygan. O'zini o'ylab